O'zbekiston 2024-yilda 3 milliard dollarlik paxta eksport salohiyatiga ega bo'ldi. To'g'ri, bu juda ham katta summa, lekin buning tagida zahmatkash dehqonlarning juda ham katta mehnati va mashaqqati yotibdi. Tonnalab dalalarga siltiralar olib kelib dehqonlarimiz obedlarda, issiqlarda ishlagan, lekin endi bular ortda qoldi. Endi u usullar eskirdi. Hozir yangi texnologiya, ya'ni Magic Kel O'zbekistonda. Dehqon akalar, endi Magic Kelni davri keldi. Endi avvalgidek xaltalab siltira karbamni tashimaysiz. Magic Kelni o'zini shunday dalaga olib kelib sepib qo'yaverasiz. Bu Magic Kelimiz azot, kaliy, fosfor, bor, oltin gugurt, eng asosiysi fulvik kislotasi bor. Bu fulvik kislotasi tabiiy organik modda bo'lib, torflardan tayyorlangan. Bu paxtamiz 20 kun avval 10 cm edi. Hozir ko'rganingizdek 40 cm. Buni hammasiga Magic Kel sababchi bo'lgan. Endi narxiga keladigan bo'lsak, narxlar juda ham arzon. Kommentariyada narxni yozib qoldiraman. Rasxodi 1 gektarga 1 litr. Juda ham hamyon bo'ldi. Magic Kel bitta paxta emas, hamma poliz ekinlardan tortib, mana bu paxta deysizmi, makka poya deysizmi, hamma ekinga bo'ladi. Olmalargacha bo'ladi. Buni O'zbekiston bo'yicha dastlabki xizmatlari mavjud. Pastda nomer qoldiraman, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Shu va shunga o'xshagan qiziqarli, foydali ma'lumotlar o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmang.